Dada, Ha o'g'lim. menga 50 ming so'm pul bering. Nima qilasiz 50 ming? Ingliz tilidan repetitorga boryapman. Kelajakda shunaqa inson bo'laman. Sizni uyaltirib tashlayman. Uyaltirib tashlab borolmaydim. Sendan yuzimni shu yutib tashlagan. Rahmat dada. Alo, dastavga chaqiryapmidingiz? Ha, chaqirganman. Eshikdan eshikkacha belgilaganman-ku. 16-etajga olib chiqib bering. Hozirgi yoshlarga ham hayronsan. Olib chiqsam, olib chiqib beraveraman, liftda lip etib chiqaman-da. Ha, jiddiy mehnatdan odam o'lmaydi-yu. Buncha kech qolib ketdingiz, necha pul bo'ldi? 50 ming bo'ldi. Jon, dastavkaga to'lavoring. Yomon bir mijg'ov cholaganda bu ham. Yo, onangdan gire. Ha. Rasa tanish 50 mingda shu. Singlim, bolalarni baqaman deb itday qiynalib ketdim. Bir piyola suvingdan ber, qani ketdik. Mana suvingiz. Aytdim, kursdan uyga toliqib borasan deb. Ingliz tili nechinchi yil? Singlim, baxtsizga kim bo'ladi baq? Bular mani dostoyniy yigitim bo'ladilar. Kuniga $100 dan choq rasxod qiladilar. Voy o'zimni jonim. Ha, o'zini joni. Nechta so'z yodlayapsiz? Faqat 6 gacha sanashni o'rganyapsizmi? U ham mayli, jonim menga iPhone 7 bilan tilla bermoqchilar. Nima? iPhone 7 bilan tilla? Menga bo'lmasa bitta pataqinglar, kecha kunduz bitta ishlashim kerak. Bu meni o'g'lim. Menga ingliz tilini o'rganaman deb chiqar uydan.